Assalomu alaykum. Televideniya xodimlari. Mana men Saidov Sherali, Surxondaryo viloyati Jarqon tumani Qoryog'och mahallasi Mehnatkash ko'chasi 3-uyda istiqomat qilardim. 17 yildan beri yashab kelayotgan joyimga qo'limda sud qarorlari bor. 2019-yil menga ajratib bergan 0,25 sotix yer maydonini. Uyim shu joyda, shu 25 sotix ichida turardi. Mana men Amuzang kanal bilan Zovurdi muhofaza zonasida, o'rtasida yashayman. Bu Amuzang kanal irrigatsiya tizimiga qarashli yer. Lekin buni noqonuniy hujjat qilib Qurbonov Sherzod bilan Fayzullayev Anvarlar noqonuniy, Qurbonov Bekmurodlar noqonuniy hujjatlar qilib, noqonuniy hujjatlar asosida meni hovlimni tortib oldi. Mana hozirgi kunda mana 7-aprelda, mana 7-8-aprel kunlari mana uyni buzsin degan hech qanday qaror chiqarilmagan. Lekin shunday bo'lsa ham shunday qaror chiqarilgan bizga deb kelib mana uyimni buzib tashladi. Sizlardan iltimos, mana ko'ringizlar meni uyimni. 3 xona uyimni, keyin tandir o'chog'imni. Mana shu yerda men tandir o'choqlarim ham bor edi. Hammasini bizda eng yoqda molxonam, mana g'ishtlar turibdi. Mana g'ishtlar turibdi, pastda. Tualet, hojatxona, keyin molxonalarim bor edi. Shularni buzib tashladi. Sizlardan iltimos, menga yordam beringizlar. Meni mana shunday bir anovdan qutqaringizlar. Shunday zo'ravonlarni zulmidan, adolatsizlikdan meni himoya qilingizlar. Iltimos sizlardan. Menga yordam beringizlar.